So'raganlarga aytib qo'yyapman, qanaqa inson deganiga aytib qo'yyapman. Oddiy o'zimizga o'xshagan inson, oddiy o'zimizga o'xshagan qishloqning farzandi. Sizlar ham mana ko'rib, qachon bo'lsa bemalol ko'rish gaplashishlaymi. Faqat bitta iltimos, omad tilab qo'yasizlar va Xudo xohlasa chempionlik jangiga harakat qilyapti. Zo'r bo'ladi Xudo xohlasa. Rahmat aka, sog' bo'ling, mana biz ham keldik. Haqiqatan ham nima deydi, haqiqatan shu qishloqda yursak ham haligi ko'pchilik bilan ko'rishgani vaqt bo'lmaydi, o'zimizda yaqinlar bilan ham. Nasib bugungi ekan. Rahmat, sog' bo'linglar, xursand bo'ldik aka. Biz uchun Xudo xohlasa sherdamiz. Hali ko'p Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa Amerikada yana jang bo'ladi, chempion bo'ladi Xudo xohlasa Bektemir. Keyin hali so'raganlar, qarsangni menga emas dadamga chalik qo'shiqni haqiqatan Bektemirdan chiqqanmi, sizdan chiqqanmi fikr deganlarga. Bu qo'shiq 1 yil oldin tayyor bo'lgan, keyin klip olingan. Bektemirni yutishini kutganmiz, chunki o'shanda ozgina hali bir tasodif bu yutqizib qo'ygan edi, lekin oqladi mana. Hozir yana yutuqda. O'shanda ozgina kutib kliplar olgan edik. Haligi artist loyihasida aytib olingan qo'shiq. Qo'shiq haqiqatan bizniki, mana Bektemir tashabbusi bilan, men tashabbusim bilan birga tayyorlangan. Qarsangni menga emas dadamga chaqirgan qo'shiq. Xudo xohlasa undan ham zo'r qo'shiqlar